Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizden yo'qdan bar qilgan Cenab-ı Allah hamd sana bo'lsin. İslam ve iman nimetini epkelgen Peygamberimizge dua salamlar bo'lsin. Muhterem aziz qarindoshlar, bugün to'xtalmoqchi bo'lgan tema nima uchun Ramazonning ta'siri kundalik hayotimizda namoyon bo'lmaydi degan tema haqida to'xtalamiz. Ro'za tutsak nima uchun ro'zaning ta'siri tilimizda, ko'zimizda, quloqimizda, ish harakatimizda, fikrimizda, elimizda ve siyasi hayatımızda namoyon bo'lmaydi degan shu nuqta haqida biroz to'xtalamiz. Allah subhanahu va taolo ibadetlerini bizga ruhimizni ve stilimizni, fikrimizni paklaydigan doktorxona sifatida belgilab bergan. Yani ibadetler orqali ruhimizni paklayalaymiz, stilimizni tuzatalaymiz ve fikrimizni o'ngshayolamiz. Bu ibadetler insanın hayatını doğru yolga kirgizdi. İnsanın kalbi kasavetlişip ketken, datvesip ketken, Allah bilen boğan alakası yıraklaşıp ketken bolsa onu paklaydı. Hem de insanın ko'nglida günah, ma'siyat, kibirlik, hasad degan o'xshash turlik illatlar bo'lgan bo'lsa, buningdan paklaydi. Mana mushu maqsadlarni ko'rsatib Alloh taolo ibadetlarni bizga doktorxonaning o'rnida ko'rsatib bergan. Demek bu İslam'daki ibadetler doktorxonaning o'rnida bo'lsa-mu, ammo nima uchun biz davolanmaymiz? Nima uchun günah ma'siyatlardan o'zimizni tortolmaymiz? Nima uchun bu ibadetlarning ta'siri kundalik hayotimizda namoyon bo'lmaydi? Bularni biz to'xtalmoqchi bo'lgan tema. Ro'za tutsakmi, ro'za tutib turib nima uchun qalbimizning qazovatligidan, qalbimizningki ketib ketishidan, fikrimizningki islom zid hukmlar bilan to'shib ketishidan yoki bo'lmagan bo'lsa, yurish turishimizdagi gunoh xarakterlik illatlardan nima uchun qutulolmaymiz degan bu savol tug'iladi. Buna bir degan javob shuki, birinchi bo'lib ibadetning ta'sirini yoki ro'zaning ta'sirini hayotimiz namoyon qilmoqchi bo'lib qolsak, birinchi bo'lib qiladigan ish nimasi? Har bir ibodatningki sharti mutlaq bo'lsin lazım. Yani şeriatimiz belgelegan her bir ibadetden şartiga mutlaq bo'lsin lazım. Şeriatimiz mush ibadetin ko'zlagan maqsadlarni ishga oshirishga urinish lazım. Birinchi qilib şeriatimiz belgelegan ibadetten shartlarga rioya qilish, ikkinchi qilib bu ibadetin maqsadlarini kundalik hayotimizda, fikrimizda, tasavvurimizda ishga oshirishga harakat qilishimiz lazım. Shunda o'g'a vaqtida ibadetning foydasiga, unimiga ta'sir erishamiz. Buning uchun ikki turlik shart lazım. Birinchisi, biz her bir ibadetni shariat ko'z tutmagan bo'yicha qilishimiz lazım. O'zimizning kallasi kelgan bo'yicha emas. Yoki o'zimiz odatlanib qolgan yo'sin bo'yicha emas. Shariat ko'z tutmagan yo'l bo'yicha qilishimiz lazım. Ya'ni shariatning talab qilgan ibadetning maqsad edi. Bir nishon bor. Mush ibadetning nishonini kundalik hayotimiz ishga oshira oladigan holatda ado qilishimiz lazım. Eğer biz ibadet bu xil ruh bilan qarayolmay qolib qolsak, u vaqtda bu ibadet o'zining maqsadini ishga oshira olmagan bo'ladi. Buning uchun qanday qilish lozim desa, bu xil tushuncha kirish uchun musulmon odam ibadetning ta'sirining borligi, ibadetning nur ekanligi, ibadetning barakat ekanligi, ibadetning foydasi bor ekanligi, ibadetning insonning manfaati uchun yo'l qo'yilganligi ishonish lozim. Keskin ishonish lozim. Cho'qim mush ibadetda mening dunyo oxiratlikimga foyda bor. Mening fikrimga foyda bor, stilimga foyda bor, ko'z qarashimga foyda bor, tasavvurimga cho'qim foydasi bor. Shu sababdan Alloh taolo bizga buyurgan shu bekitgan deb bu xil e'tiqod qilish lozim. Masalan, Qur'oni Karim shifo deb qarash lozim. Shifo degan ruh bilan o'qisa, shifo degan ruh bilan tushunsa, shifo degan ruh bilan amal qilsa, Qur'on shifo. Biz shu xil e'tiqod qilsa,
Şu ayetlerinin taqazzası boyunca düşünce alasak, şu boyunca iş kılarsak endi şifa olur. Ama biz etiqat kelmey bolamı, bulmasmı desek şifa olmaydı. Eğer haqiqiy şifa deb bakaylı, bizden ruhimizde irademiz özgürüş bolamdiken, bulmamdiken. Mesela Ramazan'ı qalqan değil. Qalqan deb etiqat qilaylı. Hadis degende. Bu bizde günah ma'siyatlardan, hata işlerden, hata ideyalardan, hata hukmlardan, hata hareketlerden tosalı. Etiqat qilaylı. Ramazan bizde günah işlerden tosalan qal'a deb etiqat qilaylı. Namazdan nur deb etiqat qilaylı. Etiqat bilan qilib boqayli. Qalbimiz nurlanadigan, vücudumuz nurlanadigan, fikrimiz nurlanadigan, istilimiz nurlanadigan qarab boqayli. Zikr aytgan bo'lsak, unsi ulfat, Alloh bilan bo'lgan suhbat unsi ulfat. Sabr qilgan bo'lsak, bu biz uchun hayot mash'ili deb e'tiqod qilaylik, dinimizning ko'rsatgani bo'yicha. Demak, mushundaq e'tiqod kelarsak, ening kaynidan bu ibodatlar o'zining ta'sirini bizning fikrimizda va bizning kundalik hayotimizda namoyon qilishga boshlaydi. Shuning uchun bir inson ibodat qilgan vaqt bu ibodatdan foydasi bormidi, yo'qmidi deb shak tushib qolsa bo'lmaydi. Gerçi ibodat qilish qanchilgan to'salg'ular bo'lsin-mi? Ya'ni ibodatning lazzatini va ta'sirini his qilish qanchilgan to'salg'ular bo'lsin-mi? Buning foydasi bormidi, yo'qmi deb shak qilamiz. Allah ibodatni bizga farz qildi. Ya'ni bu ibodat Allah farz qilgan ibodat degan bu xil ruh bilan ado qilish. İbadetning ta'sirini o'zlashtirishga, maqsadlarni hosil qilishga bunaga kuch chiqasin. Buning taqozosi nima? Qanday qilgan vaqtida bu ibodat davomlashtirishga bardoshlik bergani bo'ladi? Desa, biz inson bo'lish, banda bo'lish sifatimiz bilan ibodatga muhtoj ekanligimizni tushunaylik. Allohning ibodatga ehtiyoji yo'q. Ro'za olsun, zakat olsun, başkası olsun, ibadetke Allah'ın ihtiyacı yok. Bizden ihtiyacımız var. Bizden ihtiyacımız var dep kılaylı. Yani menin ro'zaga ihtiyacım var dep turup tutaylı. İbadetten farzlarını ve vaciplerini ve sünnetlerini aklımızda işletken halette nima uchun shunday qilganimiz anqirgan holat ado qilaylik. Yani mening mas'uliyatim deb ado qilaylik. Yani biz inson bo'lish sifatimiz bilan bu dunyoga kelish g'oyamizni bilaylik. Allah bizni bu dünya keltirish g'oyalarining birisini ibodat qilish uchun deb shundaqdir. Ya'ni men insonlarni o'zim ibodat qilish uchun yaratdim. Unda bo'lgancha ibodat qilish bizning mas'uliyatimiz. İnsanlık burchimiz. Men burchimni ado qilyapman, mas'uliyatimni ado qilyapman degan bu ruh bilan ado qilsak, u vaqtda u ibodat o'zining ta'sirini namoyon qilishga boshlaydi. Balkim ba'zi vaqtlarda ibadetlerin adağımız hoş yapması mümkün. Bazı vakitlarda susuz kılışı mümkün. Yani vicdani cihetten susuz peyda oluşu mümkün. Lekin şundak bu olsun mu? Bazı vakitlarda aynı şeytanınki illetleri, nefsininki amilleri bu olsun mu? Bir insan bu ibadetler davomlashtirib şeriat ko'rsatgan bo'lsa, Allohning muvaffaqiyati bilan bu to'salg'im tadrij tugar, ibodatning ruhi, ibodatning ta'siri, maqsadlari tadrijiy namoyon bo'lishga boshlaydi. Shuning uchun biz ibodat qilgan vaqtida bu ibodatdan ta'siri bo'lsa, qilitim ta'siri olmagandan keyin buningki nima foydasi? Buning bir ta'sirini men ijtimoiy hayotimda, kunlik hayotimda ko'ramadim deb o'ttasizmi? To'g'ri, ibodat qilgan vaqt ibodatdan bir lazzat olishimiz lozim. Buningda bir rohat topishimiz lozim payg'ambarimizga o'xshash. Bu bizning Alloh bilan bo'lgan aloqamiz qancha yaqinlashgan vaqtda bo'lgan bir holat. Alloh bilan bo'lgan aloqamiz qancha yaqinlashgan vaqtida ibodatdan huzur ola olamiz. İbadetini sevginadigan bo'lamiz, ibodatga oshiq bo'lamiz. Bu yüksek bir seviye. Bu seviyeye yetmagan bo'lsa yoki yetish bosqichida bo'lib qolsa, bu ibodatdan halolni his qilsam, endini qilatim, bo'lmas qilmaydim deb o'tmaydi. Balki ibodatni bir g'oya qilib boqaylik. Allah meni bu dunyoga ibodat qilish uchun yaratibdi. Mush g'oya uchun yaratibdi. Bu ibodat qilish mening insonlik majburiyatim, mas'uliyatim degan nuqta bilan ibodat qilib qo'ying. Enin kendi ibadetten to'g'ri bo'lish shartini shariatimiz ko'rsatgan bo'yicha qilaylik.
samimiylik bilan qilaylik. Niyatimizning soptiqi bilan qilaylik. Sag'inish ruhi bilan, muhtojlik ruhi bilan, Allohning ne'matlari, Allohning mag'firatini tama qilish ruhi bilan qilaylik. U vaqtida bu ibodat o'zining ta'sirini namoyon qilishga boshlaydi. Bu yerda shuni bilish kerakki, bu dunyoda falan insonning ibodatlarining hammasini qabul bo'lib ketgani, ya'ni falan insonning ibodatlarininki qabul bo'lmaganligi hech qanday alomat yo'q. Chunki bu ibodatning qabul bo'lish, qabul bo'lmas insonninki niyatiga, qalbiga bog'liqdir. İnsonninki niyatiga, qalbidagini inson bilolmaydi. Gerçi ta'sir namoyon bo'lsa, uni bilolmaydi. Bu bir g'aybiy masala. İbadetning qabul bo'lganlik, qabul bo'lmaganlik g'aybiy masala. Allah Teala mana bir hikmet uchun ibadetning qabul bo'lmaganligini bu maxfiy tutgan. Sabab nimasi? Mu'min davomli tirishib tursin. Davomli bardoshlik bersin. Mening ibodatim qabul bo'lganmi, bo'lmaganmi deb davomli o'zi so'rab, o'zi yaxshilikqa intilsin. Bir tarafdan Allah'ın rahmetini ümmet qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan qabul bo'lmay qolarmikin degan bu ansira ishini ikkin tang ponglashtirib yozsin. Ya'ni umidvorlik bilan qo'rqish ikkin tang ponglashtirib yozsin deb bu ibodatning qabul bo'lish sirlarini Alloh taolo bizdan maxfiy tutgan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, qarindoshlar, har bir ibodatni vaqtida qilishga ahamiyat beraylik. İbadetni vaqtida ado qilish sal qaramaydi. Chunki ibodatni vaqtida ado qilish sal qarasangiz, Alloh taolo taxmin sizni bo'shashtiradi. Bir odam bir ishni qilishdan keyin chekingancha Alloh taolo menga amsilab jazo subtidan adablash yusidan uni keyin chekindiradi. Shu bu yer biz ibodatni vaqtida ado qilishdan vaqtida ado qilish sal qarasak, vaqtida ado qilish ahamiyat bermay qolib qolsak, bir yerde o ibadetini ado qilish shartiga erishamiz mumkin. Jazoga uchrashimiz mumkin. Çünkü qaysi bir odam ro'za tutgan bo'lsa, ro'zani Alloh iroda qilgandek tutmagan bo'lsa, ro'za tutibdi. Lekin Alloh iroda qilgandek tutmabdi. Ro'zaning maqsadlarini ishga oshirmabdi. Unda o vaqt bu ro'zaning foydasi bormi? Yo'q. Bu adam ibadetden lezzetini tetiği alamdı. Ro'zaning ta'sirini kundalik hayot namoyon qilamdi. Bu adam yemek içmekte ro'za tutdi. To'g'ri ayoliga, halol ayoliga yaqinlashishdan ro'za tutdi. Lekin qalbi bilan ro'za tutmadi. Ko'ngli bilan ro'za tutmadi. Fikri bilan ro'za tutmadi. Qo'li bilan ro'za tutmadi. Ko'zi bilan ro'za tutmadi. Quloqi bilan ro'za tutmadi. Tili bilan ro'za tutmadi. Ruhi bilan tutmadi. Bu sebepten Ramazan'dan maqsad olan taqvolik ruhi, yani samimiy musulmonchilik ruhini ishga oshirolmaydi. Bu sebepten bu insonda ibadetdan lazzati his qilinmaydi. İbadetdan ta'siri kundalik hayot namoyon bo'lmaydi. Natijada ibadetdan hech qanday natijaga erishilmaydi. Shuning bu ibodat qilgan vaqtida shariat ko'rsatgan bo'yicha qilish, uning kaynidan ibodatning maqsadlarini ishga oshirishga ahamiyat berish lozim. Bundan bir misol olsak, yoki boshqa ish ifodalasak, bir inson ibodat qilgan vaqtda bu ibodatni nur deb e'tiqod qilsa, Alloh taolo menga yoritib bergan bir fursat deb tushunsa, mening majburiyatim deb tushunsa, bu mening foydamga deb tushunsa, bu menga dunyo oxirat foyda keldi deb tushunsa, buning qanday holat yuzlan? Buni sevgilish ruhi bilan yuzlan. Bu ibodatga ishtiyoq ruhi bilan atlan. Bunun nurdan özemge az to'la olsam bo'ldi edi. Bunun nurninki bir sho'lisiga kirsam bo'ldi edi. Unda o vaqtda bu odam ibodat kirgan chaqda ibodatning ta'siridan nurlanib chiqadi. Bu xil ruh bilan kiradisa, endi bu ibodatning ruhiga, ro'zaninki nuriga erishadi. Lekin biz ibodatga ibodat ruhi bilan emas, odat ruhi bilan kirib qolgan bo'lib qoldik. Ne uchun ro'za tutsansan, ko'llar tutib ketgan, cho'nglar tutib ketgan, jamiyat tutgan, tutmasak bo'lmaydi ekan deydi. Odatga aylanadi. Yoki bu ro'za tutgan bilan baribir foydasi yo'q buningki deb, buning ahamiyatiga ishonmaydigan, uning farzligiga sal qaraydigan, hadisda iymon deganda iymon darsiga chiqara olmaydigan bir ro'za tutishda.
yoki bo'lmasa mening qalbim qasovatlashib ketgan, nurg'un gunohni qilgan, necha vaqt namoz o'qimagan, yasus qilgan, ish yo'lliq qilgan, falonini satgan nurg'un gunohlarim bor. Baribir ro'za tutsam foyda qilmaydi degan o'xshash bunday tushuncha bilan ro'za tutgan. Yoki bo'lmagan bo'lsa, bu ibodatning lazzatini his qila olsam tutdim, bo'lmasa tutmaydim degan o'xshash Alloh shart qo'yib olgan bo'ldi. Biz ibodatni asli maqsadini boshqarib burutib boramiz. Albatta Alloh taolaning har bir hukmida, har bir ko'rsatmasi hikmatli bo'lamiz, hikmatli. Biz bu hikmatga amal qilmayapmiz yoki uni tushunmayapmiz. Nima ishqasi dinimizni to'liq tushunmayapmiz. Dinimizni tushunishga urinmayapmiz. Bu sababdan bizningki ibodatimizda qiyinchilik yuz beradi. İbadetimizde kriz yuz beradi. Yani ibadetten zirkish ahvoli yuz beradi. İbadetten tiz uzilib qolish ahvoli yuz beradi. Sabr qilinmaslik, uzun davomlashtirilmaslik ahvoli yuz beradi. Namoz o'qisam tugamaydigan namoz ekan deydigan holat shakllanyapti. Kallamiz chechilyapti. Fikrimiz buzilyapti. G'aflat besyapti. İbadetga bo'lgan ishtiyoqimiz bu seg'inish olmasdan bu odatga, urf odatga aylanib qoladi. Bu sababdan bizda ikkilanish, ummidsizlik, ruhsizlik, tushkunlik, chidamsizlik degan o'xshash har turli illat bizning psixikamizni egallayapti. Agar biz ibodatga samimiy ruh bilan kiradigan bo'lsak, Alloh bilan men suhbatlashib chiqaman, Alloh bilan mundishib kiraman deb kiradisak namozga, ro'za tutib, ro'zaninki ne'matlardan bahramand bo'laman, iymonimni kuchlantiraman, aqlimni kuchlantiraman, fikrimni kuchlantiraman, iroda madad olaman deydigan ruh bilan kirib qolsak, u vaqt bizda tushkunlik bo'lmasi kerak. Bizda ummidsizlik bo'lmasi kerak. Lekin biz ibodat u xil ruh bilan kiramiz. U xil tayyorlikni o'zimizda hosil qilamiz. Demek, qaysi bir odam ibodatni yaxshi ko'rmagan bo'lsa, yoki ibodatni ig'ir sanagan bo'lsa, yoki ibodatdan lazzat ololmayapman deb bir xil zirkishlik his qilgan bo'lsa, bu nimadan kelib chiqadi? Bu odamningki Allohga bo'lgan samimiyatining ojizligi. Allohga bo'lgan ishonchining tuvanligidan, Allohga bo'lgan itoatiningki ojizligidan kelib chiqadi. Alloh taolaning osh ibodatni yo'l qo'yish maqsadini bilmaganlikdan kelib chiqadi. Demek, bu xil ruh kelib qolsa, yoki bu xil tushuncha kelib qolsa, bu odam ibodatni tegishli ravishda ado qilamiz qilmaydi. Alloh rozi bo'ldigan yo'sinda ado qilamiz, ado qilmaydi. Unda u qolsa bu odamni bir xil qilaymi qilmaymi degandek, yoki bir ig'ir sanash, yoki xo'sh yoqmaslik, yoki birsi haydayotgandek bu xil ruh chiqib qolib qolsa, nima holat yuz bersa, ibodatning ta'siri bo'lmaydi. Xuddi o'dak so'juqmi deydigan o'xshab bu ibodatmi? Bu adamga ta'sir bermaydi. Bu adamning ruhini, fikrini, istilini davolayolmaydi. Chunki bu adam tayyorlik bilan kirmadi. Ummidsizlik ruhi bilan kirdi. Iroda bilan kirdi. Bir ibodatni nima uchun qilman deydigan bu xil ong bilan, bu xil tushuncha bilan kirmadi. Shuning uchun bu ibodat bu odamning hayotida ta'sir ko'rsatmaydi. Sabab bu edi. Unda o'qancha bu ibodat qarta bizga zodi chatoq nada degan savol chiqdi. Bizning ibodat bilan bo'lgan masalamiz yoki krizisimiz yoki bizda chatoq nimasi dindorlik tushunimizda. Ya'ni samimiy dindor bo'lish bilan soxta dindor bo'lish masalasi. Ya'ni biz ibodatning aqida tarafi bilan axloqni ayirib o'tganligimizda yoki aqida bilan kundalik ijtimoiy hayotimizni ayirib o'tganlikdan kelib chiqadi. Bu aqida degan nazariyat bilib qo'ysak bo'ladi. İbadet degani 5 vaqt namoz o'qib qo'ysak, ro'zani tutib qo'ysak, bizning kundalik qilgan ishlarimiz, tijoratlarimiz, siyosatlarimiz, iqtisodlarimiz, gap so'zlarimiz, fikrlarimiz, falsafamiz bilan ibodatning aloqasi yo'q, aqidning aloqasi yo'q deb biz aqida bilan kundalik hayotni ayirib o'tdik. Aqida bilan hayotimizni parchalab o'tdik. Aqida bilan dindorligimizni ayirib o'tdik. Aqida bilan axloqimizni buzib o'tdik. Chatoqmish edi. Bu aqida bilan axloq, ibodat uchi bir-biridan ayrilmaydi. Biz ayırıp etkenlik için bizden tutuyotgan ro'zamiz, o'qiyotgan namozlarimiz, Qur'on o'qisak mı bu ibodat ro'yidan bekrak odatga aylanib qoldi. Shaklvozlikqa aylanib qoldi. Shakli dindorlikqa aylanib qoldi. Bu sababdan ibodatlarninki stilimiz ko'rsatgan ta'sirini va bizning psixikamiz ko'rsatgan ta'sirini his qilamiz. Stilimiz qarasak, ya'ni shu g'aybat bor. Stilimiz qarasak buzg'unchilik bor. Stilimiz qarasak ummidsizlik bor. Boşanlık var. Psixikimiz qarasak ummidsizlik var deyil.
irodasizlik var, himmatsizlik var, bir ciddiylik yok, mas'uliyat tuyg'usini his qilish yo'q. Bular hammasi nereden kelib chiqarsa, ibodatningki odatga aylanib qolganlikdan kelib chiqdi. Bu sababdan biz ibodatni ibodat sifatida ado qilmay, odat xarakterida ado qilayotganligimizdan kelib chiqadi. Mushu yuqorqi illat ibodatningki stili ta'sirini ko'rmasligi yoki bizning psixikamizni o'ngshab, psixikamizni kuchlantirib, dushmanimizga taqobil turgan bu xil ruhga ega qilinmasligi, balki bizni umumsizlantirishning sababi nimasi? Biz ibodatni ibodat sifatida emas, balki odat sifatida ado qilgan bo'ldik. Natija nima bo'ladi? Ya Kırgızistan manbasi nimasi? Biz bu dunyo nima uchun kelgan? Nima uchun yaratilgan ekan? Bu g'oyani tushunishda xatolik yuz berdi. Bu xatolik sababidan aqida bilan kundalik hayotimiz, aqida bilan siyosatimiz, aqida bilan axloqimiz bir-biridan parchalanib ketayotgan qardoshlar. Bu krizisimiz haqiqiy krizis manmish. Kasalni o'xshaymizsak, bu krizisning manbasini topib chiqish lozim. Da o'qasi. Bu ibodatlarning ta'sirini kundalik hayotimizda namoyon qilish uchun yoki bizni bir o'zgarish bo'lish uchun nima ish qilishimiz lozim? Buning hal chorasi bormi? İbadetning ta'sirini kundalik hayotingizda namoyon qilaysiz. Birisi siz ibodatga ishtiyoq ruhi bilan kir. Oshiq ruhi bilan qadam bos. Haydash ruhi bilan emas. Ikkilanish ruhi bilan emas. Payda zini bamudu ruhi bilan emas, ishtiyoq ruhi bilan kir. Allah bilan uchrashish fursati kelibdi. Allah bilan mungdish fursati kelibdi. Allah bilan suhbat o'tkazish fursati kelibdi degan ruh bilan kir. Enin kendinden ibadetli İslam dini körsetken şekil to'liq ado qil. Enin kendi bu ibadetten taqozosi bo'yicha kundalik hayotini nima ish bilan shug'ullanan, qaysi soat ish qilan, ibadetning taqozosi bo'yicha harakat qil. Hal qilish charch. Mana bu vaqtida ibadetning ta'siri sizning fikringizda, siyosatingizda, harakatingizda, tijoratingizda namoyon. Siz bu ibadetni baxt deb qarang. İbadetni rohat deb qarang. İbadetni xotirjamlik deb qarang. İbadetni iroda deb qarang. Haqiqiy baxtninki ruhning ibodati, vijdonning ibodati, fikrning ibodatiga deb qarang. Shunga ibodatimiz shaklvozlik aylantirib qo'ysak, yoki odatga aylantirib qo'ysak bo'lmaydi. Haqiqiy ibodat ruhimiz bilan ibodat qilish, vijdonimiz bilan ibodat qilish, fikrimiz bilan ibodat qilish, stilimiz bilan ibodat qilish. Mana bu haqiqiy ibodat. Hal qilish shart. Mushu ruh kelgan vaqtimizda ibodatning ta'siri kundalik hayotimiz ko'rinish boshlaydi. Buning uchun yana ikki nuqtaga diqqat qilish to'g'ri keldi. Yoki ikki xil masalaga ahamiyat berish to'g'ri keldi. Birisi sabr lazım. Chunki namozni kunda 5 qatim o'qiymiz. 5 qatim tarat olamiz. Ro'zani 30 kun uzmay tutamiz. Uni yegimiz kelib qoladi, buni ishimiz kelib qoladi. Chunki bu ibodatni to'liq qilish uchun sabr lazım. Bir az chidamli bo'lish lazım. Mening manfaatim uchun, mening foydam uchun, mening baxtim uchun deganlik uchun buni bardosh qilish lazım. Shunda o'g'al vaqti bu ibodat o'zining nurini bizga namoyon qildi. Ta'sirini, shifosini taqdim qilib, koinotning yaratuvchisi bo'lgan Alloh bilan bo'lgan aloqamizni bu ibodatning diplomatiyasi orasida go'zallashtiramiz, asliga keltiramiz yoki taraqqiy qildiramiz. Neticede Allah'ın rahmetiga, merhametiga ondan erişeriz. Kaçan fikrimiz bilan, vicdanımız bilan ibadet qilgan saviyaga yetgan vaqt. Shaklvozlikdan chiqqan vaqt. Yoki odat deb qarasa qutilgan vaqt. Ikkinchi diqqat qilgan masala nafsimiz qarta biroz keskin bo'laydi. Ko'nglim uni tortdi, buni tortdi, managa keldi, kelmadi deganga yo'l qo'ymaydi. Nefsimizni boshqarishda, ko'nglimizni boshqarishda biroz keskin bo'ladi. Ya'ni ibodatlarni ado qilish uchun nafsimizni qisqaydi. Ibodatlarga amal qilish uchun nafsimizni uni biroz zo'rlaydi. Farz bo'lib qolsa keskin, farz bo'lmay qolib qolsa, sunnat bo'lib qolsa-mi, namozga taqimi ishtiyoq bo'lish uchun, ro'zani ibodat deb qarash uchun, ro'zani shifo deb qarash uchun, meningki baxtim deb qarash uchun farzdan sirq nafli ishlarni biroz nafsimizni o'zimizni ko'ndiraylik.
Çünkü bizdeki nefsimizni paklashdan ibaret bir mecburiyetimiz var. Baxt saadet gelişimizde erkenimiz nefsimizni paklash lazım. Nefsini paklamay turib baxt saadet gelish qilmaydi. Nefsini paklash uchun birinchi qatimda Alloh taolo belgilgan farz ibodatlarni, payg'ambarimiz yo'l qo'ygan sunnat ibodatlarni ado qilish lazım. Shuning nefsimizni paklashmas. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Nefsini paklagan odam natija qozonadi, nefsini paklayanmagan odam ziyon tortibdi. Az olsun davomlashmaydi. Ama farzni ado qilishga qaysi turli farz olsun, bulan sal qarmaydi. Fikrimizdan sog'lom bo'lishiga bunga hargiz sal qarmaydi. Xulosaga vaqt qarindoshlar, ro'zining taqozosi nima desa, bu ro'z degan faqat yem-ichmakdan tutish emas. Bu ro'zini a'zolarimiz bilan tutaylik. Bütün hücrelerimiz bilan tutaylik. Bütün a'zolarimiz bilan tutaylik. Qalbimiz bilan tutaylik, ruhimiz bilan tutaylik. Qalbimiz bilan nima tutaylik? G'aflatda ro'z tutaylik. Qo'sqimiz, oshqozonimiz yem-ichmakda ro'z tutgan bo'lsa, bizning qalbimiz g'aflatdan va Allohning farmonlarini unutib qolishdan ro'z tutsin. Ko'zimiz harom ishlardan. Ma aqlimiz islom falsafasi yoki islomning dunyo qarshi yoki islom iziga zid bo'lgan ko'z qarashlarni bozor solishdan ro'z tutsin. Biz davomli Allohning ulug'ligini eslaylik. Shunda o'g'a vaqtida bizning qalbimiz ro'z tutgan bo'ldi, a'zolarimiz ro'z tutgan bo'ldi. Bu roza Allah'ın rızalığı için tutulgan bo'ldi. Mana hadis şerif peygamberimiz insanlarga ogohlantirish berib, musulmonlarga diqqat qilinglar dedi. İnsanның bedeninde bir a'zo. Mush a'zo o'ngshalsa, bütün a'zo, insonning a'zolari to'g'ri yo'lda mangadi. Agar bu a'zodan chaqtoq chiqib qolsa, insonning a'zolari xato yo'lga qadam qo'yib mangadi. Buzilishga boshlaydi. U qanday a'zo desa, qalb, yurak. Demek kalbimizle roz tutarsak, kalan azalarımız, közümüz, kulağımız, tilimiz, aklımız, vücudumuz, hatta hücrelerimiz ıslah olup doğru yol tutuyor. Eğer kalbimizle tutamazsak rozunu, şekilvazlık olan tutup koysak, ya adet karakterli roz tutup koysak, o vaktada aşkazımız roz tutkan bilen közümüz roz tutmaydı. Tilimiz roz tutmaydı, kulağımız roz tutmaydı, kalbimiz roz tutmaydı. Yani o vaktada biz özümüzni aldırgan bo'lamiz. Unda o vaqtida biz ibodatning ta'siriga erishishimizni aytganmiz. Yuqori deyilgan bu ikki nuqtaga rioya qilish lozim. Birinchisi ibodatning shartlariga to'liq ado qilish. Ibodatning shartlariga to'liq bo'ysunish. Ikkinchisi ibodatning maqsadlarini ishga oshirishga ham ibodatni baxt saodat deb qarashga atlanish deydi. Bu bugün sizlerle sunmakçı olan tema muştan ibaret. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.